Xatarli futbolchi. Yana to'p vakillarimizda. Oxirgi zarbani aldi, yo'l gol! Gol! Qadrli futbolchi bozor qanday gol! Barchamiz qo'limizni mana shunday qilib tutishga tayyormiz. Hojiakbar Alijonov. Xavidan da chiroyli gol. Hech kim yo'q, lekin birinchi bo'lib to'pga yomon emas. Uzatma ajoyib gol! Nihoyat Marat Bigmayev hisobni ochyapti. O'zi boya ochish kerak edi. Shimoliy Koreya terma jamoasi futbolchilari ozgina o'yinni tashlab yuborishdi va boyatdan beri men ta'kidlaganim, Davron Hoshimovga to'pni uzatib berish kerak. Uning bo'shligi foydali. Mana shu u harakat qilayotgan zonadan to'pni jarima maydonchasiga uzatib berish osonroq deb ta'kidlab o'tayotgan edi mana shu. Yaxshi. Eldor. Senga ishonamiz. Gol! Eldor Shomurodov raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Boya aytdim aynan mana shu yigit hal qiladi deb. Mana shunday kirib borsa bo'ladi. Bu ummonning himoyasi biznikidan battar. Nega o'ylamaysizlar yigitlar? Tushunmayapman. Ikkita futbolchi hal qildi hozir. Ikkita futbolchi xotirjam. Mana e'tibor bering. Ofsayd yo'q, o'yin qoidasi buzildi. Oxirgi 2 kun davomida asosan jarima zarbalari ishlangan edi. Ektor Kuper qanchalik maromiga yetkazgan mana shu ishni hozir futbolchilar amalga oshirishlari kerak. Namoyon etishlari kerak. Olib chiqishlari kerak. Odiljon. Xo'p. O'zi tepada Odilni. Gol! Qadrli futbolchi qibozlari! Odil Ahmedov Osiyo chempionatida, navbatdagi Osiyo chempionatida dastlabki golni uryapti. Qatar terma jamoasi esingizda bor-a. Ummon terma jamoasi darvozasiga hujumlar uyushtirdik va haqli ravishda ummonlik futbolchilar darvozabon to'pni darvozasidan olib chiqyapti. 1-0. Jamoa sardori men borman dedi. Burchak to'pi imkoniyatimizni oshirishi mumkin. Ko'ngilda gol! Anvar Soliyev! Raqib darvozasi ishg'ol etildi. Xautun janoblari endi O'zbekistonda istalgan hududda mazza qilib sayr qilishi mumkin, chunki uni hamma yaxshi taniydi. Endi qolgan daqiqalarda albatta terma jamoamiz vakillari mana shu hisobni ushlab qolishlari talab etiladi. Buni katta harfda yoziladigan iroda deyiladi. Katta harfda yoziladigan navbat Bahraynga deb yozib qo'yishdi. Sabr deyiladi-ki, futbol muxlislari, stadionga to'lib toshgan futbol muxlislari mana shu o'yinni oxirigacha kuzatishga qaror qilishdi. Tanaffusda men tashqariga chiqqanimda futbol muxlislarining ba'zilari ketayotganligini ko'rib achingandim. Vatanparvarlik qayerda deb. Mana qolgan muxlislarga sovg'a taqdim etildi. O'yin esa bo'ladi. Doston juda yaxshi, o'tib ketish mumkin. Zo'r va gol! Hisob ochildi! Qadrli futbolchi qibozlari Eldor Shomurodov bitta o'zi gap o'ylari himoyachilarni dog'da qoldirib, xotirjamlik bilan yaqin burchakni nishonga olyapti. Bu Eldorning parvozi to'xtamasin. Sharjaga ketamiz shekilli. Eldor, rahmat. Akamiz Murod Rizayevning ta'biri bilan aytganda otangga zo'r tomonga to'pni uzatib berish qiyinroq, ha? Yaxshi. Ana Maratgacha yetib keldi to'p. Gol! Nihoyat Marat Bigmayev o'z so'zini aytayapti. Boya ham aytgan edi, lekin oyog'i bilan ham aytish kerak edi. Rosa kutdimi oxiri? Bir amalladik yigitlar. Qo'shilishib amalladik. Men rosa aynan mana shu qanotdan uyushtirilgan hujum gol bilan tugashini istadim va istagimga yetayotganligim uchun terma jamoamiz futbolchilarini va Marat Bigmayevni qutlab qo'yaman. Ulardan minnatdorman. 2-0. Endi qadrli futbolchi qibozlar, Qatar bilan o'yinga kelarsizlar stadionga. Mana shu yigitlar hurmati. Ular asta-sekin yangi tarixni yozishni istashyapti. Ular yangi bosh murabbiy boshchiligida Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rishyapti. Keling, qo'llab-quvvatlab turaylik shu yigitlarni. Stadiondan tomosha qilaylik. Bizni
sharhlovchilarni tinglaydigan muxlislar talaygina topiladi mamlakatimizda. Baribir 33 milliondan oshibdi. Stadionda uchrashuvni kuzatayotgan futbol muxlislari o'rinlarida. Qadrli futbolchilar, Shatskiy, Maksim Shatskiy oyog'ida to'p gol ura olmadi-yu, boshi bilan javob to'pini yo'llayapti. Darvozasini ishg'ol etyapti. Qadrli futbol muxlislari, yarim soat vaqt bor. Imkoniyat bor. Gol ikki hisobda imkoniyatni boy berayotgan vakillarimiz saralash bahslarida bilasizmi? Birinchi an'anaga, qora an'anaga barham berishdi. Ya'ni bitta o'yinda ham ikki to'p kiritish mumkinligini isbotlashdi. Juda ham zaruriy o'yinda hozir quvvatli futbolchilarning, agar rejissyorlarimizdan iltimos qilardik, quvvatli futbolchilarning holatini namoyish etishda ular bir-birlari bilan biroz urushib ketgan holatlarni ko'ryapmiz. Bir-birlarini koyishyapti, bir-birlariga e'tiroz bildirishyapti. Bu ruhiy zaiflikning belgisi hisoblanadi. Stadion 12-o'yinchi vazifasini bajaryapti. Chunki aynan mana shu hujum tashkil etayotganda sezgan bo'lsangiz stadiondagi ovoz ham balandladi va futbol muxlislari o'rinlaridan turishlari bilanoq burchakdan uzatib berilgan to'p biz birinchi bo'limda tinmasdan tanqid qilganimiz Maksim Shatskiy tomonidan darvozaga kiritildi. Tanqid kelajak mevasi hisoblanadi. Demak, Marat Bikmayev navbatda Uzatyapmiz. Shomurodov. O'yin qoidasi buzilmadimi? Buzilmadi. Odil Ahmedov olib qo'ydi. Va Shomurodovga uzatib bergan to'p. Gol! Eldor Shomurodov darvozabonning oyoqlari orasidan to'pni kirityapti. Odil Ahmedov yuvilir uzatma. Sekin deb o'ylagandim, ammo Eldorga kifoya qildi o'sha uzatma ham. Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan o'zi boya olqishlar to'g'ri bo'lgan ekan. Odil hamda Eldor Shomurodovga to'g'ri o'sha eng baland olqishlar to'g'ri yangragan ekan. Hisob ochildi. Kayfiyat zo'r. Yana boshlab oldik. Muhimi, mana shu asosiy futbolchimiz ko'z tegmasin. Men ushbu futbolchining o'yinini Andrey Shevchenkoga o'xshatib boryapman. O'sha Osiyo chempionatida porlagan paytlari Odil Ahmedovning xatti-harakatiga e'tibor bering. Sekin u keyin yetib borib darvozabonning oyoqlari orasidan Ibrohim Olma oyoqlaringning orasidan to'p o'tkazib yuboraman degan mazmunda cho'zilib bo'lsa ham Eldor Shomurodov zarbani yo'llayapti, qarang. Hujumchi mana shunday bo'lish kerak. Hujumchi yarimta imkoniyatdan ham foydalanib ketish. Sidorov Urenda Qo'qon 1912 da mavsum davomida qilmagan ishini qil mana shu mavsumda. To'p jarmachaga yetkazib ber. Gol! Sidorov! Ajoyib holat, tarixiy o'yin. Bunaqasi boshqachasi bo'lmaydi. 3 ta hujumchini qo'rqmasdan maydonga tushirgan murabbiy bu Ravshan Haydarov bo'layapti. O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari 1,5 daqiqa vaqt qolgan va terma jamoamiz futbolchilari Osiyo chempionligini qo'lga barchaga tabrik. Sidorov tomonidan kiritilgan oltin gol O'zi bitta o'yinga tushdi adashmasa. Shu bir baytlar Oliver Birxov ana shunday ishni qilgan edi. Oltin tayoqcha. Oldinlari Anvar ikkinchi o'yinga tushishi ekan. Soliyev tomonidan kiritilgan gollar mana shunday bizga dalda bo'lardi. 5000 muxlis keladimi, 50 ta muxlis boradimi farqi yo'q. Boya aytib o'tdik. Gap sifatida. Hammasi niguyin bo'ladimi? Yomg'ir bo'ladimi? Bizning futbolchilarimiz finalga chiqishgandan keyin imkoniyatni boy bermasliklari shart. Akrom Komilov, Rustam Ashurmatov, Doston Tursunov, Abbosjon Otaxonov, Odiljon Hamrobekov, Aziz G'aniyev, Doston Hamdamov, Javohir Siddiqov, Jasurbek Yaxshiboyev barcha joylarda katta ekranlarda ushbu uchrashuvlarni tomosha qilayotgan edilar. Vyetnam terma jamoasi yig'la endi Vyetnam deymiz. Terma jamoamizning a'zosi Sidorov tomonidan 2 daqiqa o'ynab ham musobaqaning kashfiyoti bo'lishi mumkin ekan. Andreyjon, senga rahmat deb qolamiz va o'z vaqtida seni Javohirni o'rniga maydonga tushirgan Ravshan Haydarovga sendan-da ko'proq rahmat deymiz. Rahmat yigitlar. Bizning ko'z yoshlarimizga sababchi bo'ldingiz va qorli kechani hech qachon unutilmaydigan bir onlarga aylantirdingiz. Maydon endi oppoqqa belanmaydimi? Bu oqlik belgisi. Aynan oq libosda maydonga tushgan, keyin libosini almashtirib, o'z o'yinini o'zgartirmagan terma jamoamiz foydasiga xizmat qilib berdi. Vyetnam terma jamoasi oxiri yengildi. Penaltilar seriyasiga ishongan terma jamoaning jazosi shunday bo'lish kerak. Futbol o'ynash kerak. Anti futbolga qarshi futbol o'ynash kerak. Va futbol o'ynagan terma jamoa bugun g'alaba qozonganligi bilan barcha yurtdoshlarimizni
Tabriklaymiz, ovoz ham qolmadi.